Qo'shqopoq kesib bo'lgandan keyin qanchalik vaqtdan keyin asli keldi degan qizlarga hozircha men tushuncha beray o'moqlar. 39 yoshga ko'nar keldi deb. Tibbiy usulni go'zallashtirish kesib qilayotganimga 16 yil bo'libdi. Endi bu qo'shqopoq kesishninki har bir doktorninki qo'lining yenikligiga qaraymiz-ku, hamda yenik ig'irlik qarta ham shunday buning ilingan kengligi o'xshash bo'lmaganlikdan buningki asli kelishi o'xshash bo'lmaydi. Shaxsan men o'zimninki qilgan qapoqlarim 5 kunda asosiyatni asli kelib bo'ldi. Onundan keyin ba'zan bir qizlarningki shu chanoq ichish jarayonimizda va yoki ko'zning oldi tarafdagi ortiq terilarni ilish jarayonlarimizda ozroq zingshing bo'lib qolgan mushta ahvol bo'lib qoldi. Bular normal ahvol bo'ldi chunki umoqlar qo'shqopoq kesib bo'lgandan keyin qapoqingizning ustida va yoki qapoqning oldi taraflarida bir xil qizdirib olgan, undan keyin bunda ko'pishib chiqib olgan, to'mpoq bir xil tortishib olgandek ahvollar bo'lib qolgan bo'lsa, bular normal ahvol bo'ldi. Nimishqa degan vaqtimizda chunki bizniki bu o'rinlarimizga pichoq tegdi emas, pichoq tegib bu o'rinlarimiz onundan keyin kesilib jiplarni ip bo'lgandan keyin bu yer zingshing bo'lishga boshlaydi. Zingshing bo'lgan vaqtimiz qaysi vaqtdan boshlandi degan vaqtda, ya'ni bizniki shu qapoq kesib bo'lib 1 oy bo'lgan vaqtimiz qapoqdan keyin zingshing bo'lgan vaqtninki eng kuchlangan vaqti bo'ldi. Bu vaqtda bizniki shu jarohat ig'izimizniki ətiyotqanlığı ham shunday ichlik to'qilmalarning o'sayotgan vaqti bo'ldi. O'sib ətiyotgan vaqti bo'lganligi uchun bu o'rningiz zingshing shakllanib qoldi. Bu normal ahvol bo'ldi. Ba'zan bir öpkisi yo'q qizlar bor, cho'yliqi, voy oqib ketdi, ko'kib ketdi, ko'zimni oldi buzilib qolganmidi, ko'zimni buzib etgansizmidi, ko'zim buzilib ketibdi deb kelib shu operatsiya qilib qo'ygan doktorni tepib, oqchi ko'kchi do'mbaqchi deb kelib shu öpkisi yo'qdek mustaqilliklarni qilib ketadigan ba'zan bir xayrida qizlar bor, ba'zan bir qizlarchu. Shunga bu qapoqni kesgan vaqtinglarda cho'qim o'pganlarni bisvilib, ta'xir qilishinglar kerak. Endi bu qapoqni kesib bo'lib biz 5 kun jipini evitimiz. 5 kundan 7 kungacha. Endi men 5 kunda evitaman chunki mening kesgan qapoqlarim 5 kunda asli kelib bo'ldi. Undan keyin bizniki bu qapoqniki ikki tarafda ozroq ishiqlar bo'ldi, ishlik to'qilmalar o'sib chiqdi, o'boq bo'lish jarayonlarida qapoqniki turoqlashish vaqti, ya'ni 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqtda bu qapoqingiz asosiyatdan butunlay turoqlashib, shaklga kirib bo'lgan bo'ldi. Turoqlashish, asliga kelish, undan keyin bu zingshing vaqtlari asliga kelish deganlar bular bosqich bo'yicha bo'ldi. Shaxsan siz yiqilib tushsiz, shunday bir o'rindan yiqilib tushsiz, yiqilib tush jarayoningizda yiqilib tushgan o'rningiz yor tutadi, undan keyin qaqash bog'laydi, undan keyin bu o'rningiz yiliqindek tortish qolgandek bo'lib yurib, undan keyin asliga keldi. Har qanday bir o'rningizga mayli pichoq tegsin va yoki yiqilgan bo'ling, bu o'rinlaringizda cho'qim nim bo'ldi, zingshing degan narsa cho'qim bo'ladi degan gap. Shunga shu chanoq ochgan qizlarniki bo'lsin va yoki qapoq taraflarniki ba'zi kesishlarida qizillik, undan keyin bir xil pompib olgan ahvollar bo'lib qolsa, bu mo'ma oldi tarafniki ozroq tortishib olgandek ahvollar bo'lib qolsa, bular asta-asta vaqtning o'tishiga ergishib, go'shtlar butunlay o'sib bo'lgandan keyin o'zligidan asta-asta qo'yib berdi. Bu va buningga bir vaqt ketadi. Az bo'lganda 1 oydan 3 oygacha, jiq bo'lganlarning 3 oydan 6 oy, hatto eng jiqib ketganlarniki 1 yil bo'lganlar bor. Agar shu 1 yil jarayonida bu o'rningizniki tortiqib butunlay o'ngshalmay tortiq demaymiz, buni zingshing deymiz, qattiqlik deymiz. Qattiqlik asta-asta qo'yib berib, yumshoq holatga kelib bo'lib, oq bir tal siziq shakllanib qolgan bo'lsa, buni tortiq deymiz. Lekin qattiq qizil pompib olgan, qitishayotgan bunday ahvollaringiz bo'lib qolsa, buni zingshing deymiz. Buningki vaqti uzrab, masalan, 6 oydan uzun vaqt bo'lib ketgan ahvollaringiz bo'lib qolsa, bu o'ringa tortiq yumshatadigan ukol bormi? Shu ukolni urish orqali yumshatib etgandan keyin bu o'rin tamoman asliga kelib bo'ldi. Shunga buningdan nadadan ziyoda bek andish qilib, ansirab kuchinglarning hojati yo'q. Chunki har qanday bir o'rningiz yiqilsin va qanday bo'lishidan qat'iy nazar zingshing vaqti bo'ladi. Bu normal ahvol. Chunki bu sizning teringizning ostidagi to'qilmalaringizning asliga kelayotgan vaqti bo'ldi. Shunga qo'shqopoq qilgan qizlar bo'lib qolsanglar, cho'qim o'pkangizni bisvilib, undan keyin shu bir bosqich, bir yishiliyalik, shu bir o'tkinchi bir vaqti bo'ldi buniki. Shu o'tkinchi vaqtlarni o'tkazayotgandan keyin texmi chiroyli bo'lib ketisizlar o'moq qizlar. Tushunmagan masalalarni olib qolsa, orqa tarafdan mendan so'rasanglar bo'ldi o'moqlarim. Xayr xo'sh.